alaykum. Men Nozimani onasi bo'laman, tushuninglar insonlar. Men bekorga Koreyada yurganim yo'q bu yerda. Shu ko'zimga adolat deb keldim. Yana qancha bunga bo'xtonlar, tuhmatlar qilmoqchi insonlar. Internetda chiqarayotgan narsani hammasi yolg'on. Mana meni qo'limda med ekspertiza turibdi. Sud ekspertiza yo'q menda. Shunchalik ham odamlar bag'ri tosh bo'ladimi? Shunchalik ham iflos bo'ladimi odamlar? Buni qaranglar axir. Bunda yozilishicha noaniq deyapti menga. Faqat noaniq deyilyapti. Hali hech narsa qo'limga berilgani yo'q. Advokatlar ham jahli chiqyapti bu narsalardan. Birinchi bo'lib ona bo'lib turib menga beriladi. Tushuninglar, menga, faqat menga beriladi bu narsa. Men onasiman. Men begona inson emasman bolam uchun. Onasiman men. Menga advokatlar orqali taqdim qilinadi bu narsa. Undan keyin men hammaga ko'rsatib beraman buni. Majbur qilmanglar meni, iltimos sizlardan. Shuncha tuhmatlar yetadi axir bolam bechoraga ozmuncha tuhmat qilindimi? Qo'limdagi narsada noaniq beryapti-ku. Ana opangni ko'tini men yopdim. Qilmanglar, qo'yinglar, Nozimani o'rtaga qo'ymanglar. Avazbek, juda ichim og'riyapti. Nima keragi bor bu narsani men boshida. Sizdan xafa bo'lmang. Sizamchi adolatli bo'ling opa. Eshiting. Farida opa. Farida opa eshiting. Eshiting opa. Gaplashaylik, Avazbek, asabiylashyapsiz. Avazbek, juma kuni gaplashaylik deb aytdimmi sizga? Avazbek, asabiylashmang deb aytyapmanmi? Qonunni oldida hamma javob beradi og'zidan chiqqan har bitta gapiga. Hattoki o'sha xotiningiz o'lgandan keyin ham sizga nomahram bo'lar ekan. Xo'p, ekspertizadagilar bor-ku, nimaga o'shanda so'xta Sherzod bu yerda katta janjal bo'lgan. Qani ekspertizada qizni polni tekshirishsin. Balki boron bir jinoyat alomatlari bordir badanida. Ana o'sha payt shu bilan yopishingiz kerak edi. Opcham ichitiga ham chiqar, ommaga yoyib tashladingiz. Ommaga yoyib tashladingiz. Sirdaryodan dedingiz, o'g'li bor dedingiz, ketma-ket bo'lib qoldi. Men u osilganini ko'rgan bo'lsa, nima uchun shuncha narsani 12 seriya qilib video olishdi-ku, shu osilganini olishmadi. Mayli. Sizni ishingiz biron bir insonni himoya qilish. Lekin o'zingiz uchun biling, kimni himoya qilayotganligingizni. Prosta o'zingiz uchun biling va siz bilasiz kimni himoya qilayotganligingizni. Yana bir narsa, mana Javohir deyapsiz-da, lekin nimagadir avazaka deyapsiz. Xo'p, bu ham mayli. Lekin nimaga endi shuncha odam gumonlanuvchi insonlar turganda nimaga aynan endi Sherzod advokat yolladi? Nega qolganlar emas? Mayli. Albatta hamma narsani hali vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi hammasini. Salomat bo'ling. Bularni hammasini ko'tini ochaman deydi. U o'zini ko'tini bug'ini tozalab olsa oldin. O'zini ham Abrorda u akasi rozi bo'lsa, asha musofirda yurib qo'linglardan kelgancha yordam beribsizlar. Dedi, senlarni fosh qilaman, senlarni o'q qilaman, senlar nimalarni fosh qiladi, hammanglar tirikchiliklar qilib yurgan bo'lsanglar. Bu yer bozor gruppasimi, nima gruppa bu? Opa, ularchi Koreyada birontasi noto'g'ri gapirsa jinoiy jazoga tortiladi. Ular bilib turib negativ hammasi O'zbekiston bilan o'sha Amerika. Koreyada birontasi menga duxi yo'q gapirishga. Kesin yuzimga kesin, oldimga kesin, ofisimga kesin, magazinimga kesin, uyimga kesin. Kela olmaydi, gapira olmaydi, chunki hamma biladi bu yoni sharoitini. O'sha odamlar Amerikada o'tirganda nomeri bormi? Menga chiqdi, nima telefon ko'tarmaysiz, qo'rqasiz deb yozdi mana hozir hech kim menga chiqqani yo'q. Prosta Telegram gruppalarga nimalar men chiqib turmayman, vaqtim ham yo'q. Ahvat ko'taryapti, ahvat. Ularga bergan vaqtimni bola chaqamga, mana shuncha odamga yaxshi gapirdim. To'g'ri. Mana har bir restoran insonda nomeri bo'lsa ikki og'iz gapim bor edi-da. 1 million olaman, eshitami? Negativlar bormi? Chiqinglar. Turibmi sizlarni? Mana Sitor opa. Qaysi restoran reklama qildingiz opa? Xohlaganinglar qilib beraman, 1 million reklama qilishim. Oxiri qaysini qildingiz oxiri? 1 million qilib beraman. Kimga kerak? Kulmalaring. Kimga ovozingni ham bilib turib.
To'ppa to'g'ri so'zlashki, Nozima o'lyapti, bular populyarniy bo'lib ketdi. Voy, men o'zi populyar edim o'rtoqlar. Koreyada hamma taniydi. Bundan ham populyar qilishyapti hozircha. Qayerda bo'lsa, shu 5-6 talar suratinglar, ona ko'timoqni surati. Bugun qayerda qaramang, men ko'rmasdim. To'xta nima ekan deb ko'rdim, xulosa chiqardim-da. Odamchi haligi qo'ymasda podadagi bitta xo'sh desa hammasi ketavergan, hammasini o'zini yelkasida boshi bor-da. Onamizni hamma tanirdi-ku, o'rtoqlar. Eng qizig'i Chachipitini qiynab, nima qilasizlar, rasmlarni, qamoqxonani kiyimini kiydirib qo'yib. Voy dod, men unga o'ldim borib. O'ldim. Hamma qator Avazbek, men Sariq soch hammamiz qamoqda o'tiribdi. Jim bo'laylik deyapmiz-da, gapirmaylik, jim bo'laylik, oxirida gapiramiz desak qo'ymayapsizlar qamoqxonada. O'tiraymiz, mana. Qamoqxonaga chiqqan onasini qornidan tug'ilmagan, Lyubboying yuzimga kel. Lyubboyingki. Bu tema tugadi. Voy. O'ta Rossiyada bitta bolajonimdek qilib ushlab qolgan odamga Rossiyada ham O'zbekistonda ham medal berishdi. 10 yildan beri yetarli ketaveribman-ku. Bitta faxriyorlik bilan o'shani ham o'zim so'rab oldim. Inson bitta ketyapsam, o'rtog'imga faxriyorlik berishyapti. Menga ham berisharmi ekan deb hazillashsam, berishdi. O'sha narsani-da. Men aytmoqchimanki, insonlar, men Alloh roziligi uchun ana faxriyorlik uchun nima mashinamda turibdi, musirga tashlab yordimmi, bilmaymanmi. Lekinchi, men qo'qilatganda menga o'sha medal berish menga anaqa bo'ladi, nima deydi? Loyiqman men o'sha narsa. Bo'lsa borib o'sha yerda video olib qo'yib beraman mana xalqqa, sanlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu qanchiqlarni kimligini, meni yomon qilib videolarimni olib chiqib vala qilyapsanlarmi? Olib ke, bitta ke. Hammang ke Sherzod. Sen uyushtiryaptiding, pasolga ketyaptiding, ustimdan yozyaptiding. Men ko'rmadim deb o'ylaysanmi? Qaysi opa? Qaysi opa? Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Ha. Yo, men o'tda ashu G'anisher rahmat asalim. Men aytdim-ku, sanlar qolib jalab ininglarni ham ochib beraman dedim. Rahmat. Shunaqa. Mana. Nima qilding telefon vaqti yo'q bo'lsa, sur, senga ajratilgan vaqt tugagan. Hali tugagan, sur. Sur bu yerda. Men jirillayman, meni o'zi ovozim shu, bo'lishim shu. O'zi bilasan-ku ovozimni qanaqaligini. Nima? Men aytdim-ku senga. Men sanlarni inen dedim, sanlarda dedim, aynan sani demadim. Demak, o'shalar ichida sani inen, sani singling, sani oping bo'lsa ovolur. Bo'qimi yetdi, bor, ayt, qo'yib ber, olib kel. Aytga qo'yib bo'ynimga takasat qilib ber, men hammangdan kechirim so'rayman. Ungacha mana bo'qimi so'rayman sanlardan kechirim. Voy, martmandima, voy, ke. Bor, Isomiz o, dasturxoningni o'ynagin. Dasturxoningni solib o'ynagin, xo'p uka. Ha, o'sha sen nimaga kayf qilishingni endi bilib oldim-ku seni. Ha, bilgan bo'qingni emasan, faqat erkaklar ishiga aralashmagin. Sen Koreyada erkaklar ishiga aralashma, tushundingmi? Ha, Koreyada erkaklar ishiga umuman aralashmasan. Bo'ldi, gapimiz tugadi Sherdod. Urushmoqchi bo'lsang, maytga ke, birorta ko'prikning tagiga boraylik. Ha, bo'pti, ke. Ke, maytda birorta ko'prik tagida gaplashaylik. Erkak kishi bo'lganimda-chi, boru. Ke, men hozir maytda so'kinsam, sen hojona yana shuna qilib so'kinding deysan. O'zi beling mening uni qo'limda ekan, Ha, men berar edim bir joyingga, maza qilib o'tirarding, xo'pmi? Xudo asrasin, sanaqa laychaytlarni ko'paytirmaylik hayotda. Ha, bo'pti, gapim tegib ketmasin. Sizga ajratilgan vaqt tugadi, damingizni olasiz, uxlayotgan ekansiz, ha? Keling maytga, gapingiz bo'lsa, erkaklarni olib uydalarni hammalar birga kelinglar, xo'pmi? Shu nomerani oldida salim. Nima bo'ldi, hisoblab beraymi?
Endi gap. O'sha stakanda choyni berib yuboring, Salim. Boyagi bola ham bilan vaqtlab ketib o'tirib, shopga tashlab berdi. Rahmat. Ha, boringga shukr. Assalomu alaykum. Men sizlar tomonman. Nima? Zebo deb nima dedi? Zebodi gruppasida men Zebodi efirida men aytibman ekan. Erkaklar bo'lsa kelaverasizlar. Gaplashadigan erkaklar bo'lsa kelaverasizlar. Men erkaklar bilan gaplashaman. Ani valasalar bunaqa shildira kerak emas. Erkaklar bo'lsa, agar erkaklar haqida biror narsa deb qo'ygan bo'lsam, kelaverasizlar bemalol. Ashi negativ yozayotganlar hammasi o'sha 70% jalabladi, yo akasi, yo ukasi, yo singlisi. O'shandan bilib olaveringlar kimligini. Mana 700 ta odam kuzatayotgan bo'lsa, o'sha men hali duribanlarni, sulchiplarni tagiga borib bir video olaman. Rahmat, uka sog' bo'lgin, bo'ldi gap yo'q. O'zingni ehtiyot qilgin, yaxshi ishlagini. Nima deysan-ku? Ya, asab joyida-ku, bilasan-ku. Mayli, sog' bo'l, hop. Bir video olib beraman. Qo'ymakka chiqib olib, Dilshod aka, Sherzod aka, Ilhom aka qilib o'tirganlarni ko'tini ochaveraman. Men inchonga ketib olay, uyimga yetib olay boru, Koreyani ortar to'ntar qilib tashlayman. Короче, anavi Koreyada o'lib qoldi-yu, qiz o'zini osib bilmadim. O'sha qiz haqida men o'z fikrimni ko'p o'ylayotgan savollar haqida bermoqchiman. Misol uchun, bir ikkita kommentariyada ko'rdim, u qiz o'zini o'rtog'iga yozibdi, 7 matullar ham bo'lib bo'lmas kalom. Hozir men u qizda hijobda yurgan deyapti. Uyda darda jaynamoz bo'lgan ekan, misol uchun. Anaqalarga tayyorlangan ekan. Lekin shunchalik misol uchun hijobda yurgani bilan, lekin benigoh yashab 2 qat bo'lib dash abort qilib yurgan ekan. Misol uchun men o'zim ham farishtaman deyman. Misol uchun o'lganimdan keyin kimdir meni yomon desa, to'g'ri yomon tomonim bor, shaytondan battar qilgan ishlarim. Kimdir yaxshi desa, to'g'ri yaxshi qilgan ishlarim ham bor. U qizim shunaqa misol uchun 100% farishta qilmas, yomon ham qiz emas. Prosta qaranglar. Endi qiz o'lib ketdi, nima bo'lgan narsani hech kim bilmaydi misol uchun. U bola nima misol uchun u qiz chekmagan bo'lsa ham chekdi deb qo'yaveradi misol uchun. Uni sigaret edi deb misol uchun doказательство yo'q. Chekilgan narsaga sigaretlar ham yo'q. Misol uchun ichmagan bo'lsa ichdi, yurgan bo'lsa yurdi deb qo'yaveradi, doказательство yo'q u narsaga misol uchun. Keyin u qizni bolasi bo'lgan ekan, o'zini bolasi misol uchun. Agar bolasi o'zida bo'lsa, agar polni bolasidan kecha kimyoda tashlab ketmagan bo'lsa, bolasi bor odam misol uchun, sizlar ham o'ylang, misol uchun bolalar bor, yigitlar bilan yashab yuribsizlar, benikoh misol uchun niyati jiddiy bo'lsa, любой qiz misol uchun menimcha yaxshilab ushlab turib, anaqa qilib oladi-da, misol uchun nikoh o'qib to'y qilib tegib oladi ashi bolaga misol uchun. U qiz ham просто так yurgan, может быть, я не знаю, короче. Yana nima? Bitta erkak kishini deb bolasini o'ylamasdan, 2 yoshli bolasini o'ylamasdan, men ham bolam 2 yoshda, osishlik bu ahmoq deyishida. Misol uchun men ichgan bo'lsam, so'joq hech kim o'zini osiladigan darajada kayf bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Misol uchun endi u darajada misol uchun bardak turishni qaranglar. Uncha narsani bardak qilib tashlashlik darajasida kuchi yetmaydi-da. Misol uchun jon chiqish qanchalik qiyin. Misol uchun jonlar chiqayotganda taslim jon chiqarishni xohlamaysizlar, jon chiqish oson emas. Misol uchun 1.80 bo'lsa, qiz bo'yi 1.67 bo'lgan ekan. Bo'pti, osayotgan vaqt hamma qitirchilab, qanaqadir qitirib jonni saqlab qolishlikka o'z organizm miya harakat qiladi avtomatik, o'zi xohlamasa ham. O'sha vaqtda misol uchun bemalol bunday qilib turib, ana dush olsa bo'lardi, misol uchun ushab turib, suv jonini saqlab qolsa bo'lardi. Даже zapisda eshitgandim, eshitsam, короче, u qiz qilib ovoz chiqarmaydi-da. U bo'g'ilib bo'layotgan odam misol uchun u yerda bo'lib chiqarishi mumkin u ovozni misol uchun. Inqillab o'tirmaydi u yerda. Keyin u qiz o'zini osgandan keyin telefon qo'ldan tushib ketishi kerak. Bo'pti, misol uchun anaqa stolda turibdi, telefon qilyapti-da, turib o'zini osyapti. Telefonni mashinada ushab o'zini osmaydi, to'g'rimi? Yoki osishdan oldin telefon qilgan bo'lsa ham u nimadirdi? O'ntab telefon qilmaydi, to'g'rimi? O'ntamaydi osmasdan oldin o'zini. Misol uchun osilgandan keyin qilsa, mana qilib tirchilaydi odam. Qanaqa qilib telefon qilishi mumkin? Bo'pti, undan oldin telefon qilgan bo'lsa ham telefon qo'ldan tushib ketishi kerak-ku, misol uchun qo'lida bo'lgan bo'lsa, yoki boshqa qo'yib qo'ygan bo'lsa, stolda darib tushib ketgani ham, eshitilgani ham yo'q. Keyin u qiz o'lgandan keyin erkak kishining ovozi eshitildi. Eshitilamizlar, erkak kishining ovozi bor edi u yerda. Hamma narsani aytdi-da, misol uchun. U qiz benikoh shunchalik yurganmi, erkak bilan nechta narsa bo'lgan. U meni fikrim yana bilmadim. U bola qochib ketadi 100%lik. Bugun erta qochib ketadi O'zbekistonga. Keyin meni fikrim, u qiz o'zini osmagan.
ikki qatligini bilgan, misol uchun ming oshnaqasi bo'lgani bilan bolasini o'ylaydi odam. Hech yo'q o'ylaydi bolasini, misol uchun ota-onasini o'ylaydi, hech yo'q kayf bo'lsa ham misol uchun. Menimcha ikkovi ham kayf bo'lgan, mening fikrim kayf bo'lgan, ikkovi ham ikkiga onovi urush bo'lgan, normalniy bir-biriga gap tekkizishgandan keyin bolani anaqasiga tegib ketgan. Ikki qatman degan может быть u qiz, u bola uylanadigan odam bo'lsa, yo men bolani abort qilolmayman degan bo'lsa, u qiz может быть. Misol uchun kimdir mana qilib bo'g'ayotgan ovozida u dimlab olib turib. Balki uspech qilib qo'ygandir telefon qilishlikka. Hech kim bilmaydi. Misol uchun qo'lida mana qilib bo'g'magan bo'lsa ham, mashinada arqonda bo'qqan bo'lishi ham mumkin, unaqa narsa chiqmaydi. Qarochi u qiz o'layotganda telefon qilgan vaqt bilan u bola uydan chiqib ketayotgan vaqtda kamerasini solishtirish kerak. Bitta gap. Bitta videoda kommentariyada yozibdi, o'rtog'i u qizni, u bola rosa ko'p urardi u qizni, men даже guvohi bo'lganman debdi. Bormi shunaqa o'rtog'i? Yozinglar-da, misol uchun kim taniy? Короче, Farida degan mama ro'za lichkamga guruza qilib yozib yuboribdi. Isbotla bo'lmasa qamalasan deb. Shu SMS'ni o'qiganidan keyin halovatim yo'q, uyqum yo'q. Endi nima bo'lar ekan, qamalib ketamanmikin deb maytda nima qilishni bilmay. Mayli, oxirgi marta to'yib ovqatlanib olay. Shu maraga kirib ketadigan bo'lsam ochiq qolib ketmaydi, ovqatlanib o'tiribman. Xullas, men bunday emasni bitta video bilan yopib qo'ymoqchi edim, lekin o'zi qildi. Farida, senga isbot dalil kerak bo'lsa, yetarlicha isbot dalil bor. Sen 3-eringdan tuqqan bolangning ismidan tortib, onangning qaysi shaharda yashayotganidan tortib, eringni bir qanaqadir ochgan baliqxonasidan tortib, O'zbekistonda aka-ukang bilan qanaqa problemalar bo'lganigacha bilaman. Ну, давайте meni kuzatadigan insonlarga interesli bo'lishi uchun bu haqida bitta tema gapirib beraman. Короче, bu Farida oldin o'zi fohishalik qilib yurgan. Bu 3-qarasi eriga qanday qilib tegib qoldi? Buni bitta Mohiy degan dugonasi bo'lgan. Ana shu dugonasi taklif bildiradi. Короче, Farida davayt yigitimi Nuribanga borib nastiriyasini ko'tarib beramiz. Okey, borishadi. Borgandan keyin endi bu fohisha bo'lib ishlagan, u o'qit ketdi. Haligi dugonasini yigitini ilashtirib oladi. Ilashtirib olgandan keyin dugonasini ugroza qilishni boshlaydi. Emchagini deydi. Aeroportga borib turib bosib qo'yaman deydi. Даже na press qilib turib, ashqariyasidan bitta bola ham tug'ib oladi. Unisi mayli. Короче, buni ustidan даже ikkita qiz lirika dori ichirib qo'yib, üstümüzde anaqa qildi, fohishalikka zo'lladi deb turib ustidan yozib beradi, короче buni. Eng qiziq bu qizlar ismi kim, hozir qayerda, ulargacha bilaman. Unisi ham mayli. 3-4 qiz menga telefon qilib aytdi, takazatga beramiz deb keltirib ham berishdi bu narsani. Bu Farida nafaqat mama ro'zali bilan, hattoki falsifka dokument qilish bilan ham shug'ullanar ekan. Ya'ni qalbaki dokumentlar qilib yurar ekan bu. Xo'sh, Faridishka. Senga maslahatim, sen birinchi zaявленияni yoz. Keyin qayerda dalil isbot keltirib berish kerak bo'lsa, men keltirib beraman. Ijolat bo'lma.